Assalomu alaykum, hurmatli aka-ukalar, vatandoshlar, yurtdoshlar, kuzatuvchilar, obunachilar, charchamayapsizlarmi? Xudo xolasa setka tortish jarayoniga olib kelib qo'ydik. Stoykalarni ko'mib chiqib samazini qoqib. Biz ustidan setka tortmasak, endi bu yoq issiq kunlar boshlanib qoldi. 55% setka tortamiz ular ustidan. Hammasini ustidan bir chekadan chiroyli qilib. Hujjatlarimiz stress top. Mana barglari sal qotib, qiynaladi. O'simlikka ham sharoit yaratib berish kerak. Chiroyli qilib. Yigitlar. Stoykalarda qoqyapti, xudo xolasa. Bitirib qo'yish arafasida. Hali bo'lsa 2 kunda setkasini tortamiz. Xudo xolasa bugun angrenimizga ham bugun erta indinga Xudoyimdan bergan marhamati ozgina bo'lsa ham salqin havo kelib turibdi. 2-3 kundan keyin yana haligi 30-32 graduslik issiq quyoshli kunimiz. Endi bu yoz fasli yaqinlashyapti. Setkalar tortib qo'ysak maqsadga muvofiq bo'ladi. Ko'chatchalarimiz holatda, albiyonlarimiz chiroyli holatda. Sekin oziqalarini etap berib boramiz. Hasharotga qarshi, kasalliklarga qarshi iloj bo'lsa emlab ekkanman endi bular hammasini. Eson-omon xudo xolasa bularni o'stirib katta qilib olsak, marra bizniki. O'ylagan maqsadimizga yetib boramiz shunda. Ko'chatlarda holat mana shunaqa holatda kerakdi. O'zi yashash boshlandi. Gulam otibdi bu jonivorlar. O'simliklarimiz. Yerda xudo xolasa nari borsa 3 kunda ilzotlarning dorisini beramiz. Bitta bo'g'izdan qo'yamiz xudo xolasa, erinmasdan. Stoykalarimiz odam bo'yidan baland. Chiroyli manzara barpo bo'ladi xudo xolasa bu yerlarda. Bu klerilar ham ko'chatlikka ekamiz, hosil beryapti. Keyin qaraymiz, endi hosillarni tozalaymizmi? Hozir bularni hosili bilan boshqasini shug'ullanishga sal vaqtimiz kamroq. Endi salqin o'tib setkalar tortib olsak, keyin ishlarimiz boshlanaveradi yanada. Bu arada qarab turibmiz, o'sishi yaxshi. Bu tomon xudosi shu teng yarimdan bu yoq ko'chatxona. Koreysk ko'chat bor, Albion, Alba, Klerinavli ko'chatimiz. Tamam, hammasi iloji boricha Albion qilishga harakat qilyapman. Oxirida 4-5 daqiqa muran ekanmizmi? Ko'ramiz xudo xolasa. Charchamanglar, har bir dehqonni qilayotgan dehqonchilikka Alloh baraka bersin.